Boradiganlar ketayotgan paytingizda niyat to'g'rilab keting. Shu joylarga borish nechidir million insonlardan, milliard insonlar, million emas, milliard insonlardan sizga nasib qilib turibdi. Alloh berdi bu imkoniyatni. Puli borlar ham bora olmayotganlar qancha. Million puli bor, to'shakda yotadi. Kasal bora olmaydi shular. Alloh ularga nasib qilmadi Baytullohni ziyoratini. Sizga nasib qildi. Va oramizda boradiganlar. Bu joyga borganda bu joyda qadrini, qimmatini bilish kerak. Bu joyda Ka'batullohning tavofini ko'p qilib, bu joylarda namozlarni ko'p o'qib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ravzalarida o'tirsiz butun bir muattar xushbo'y hid chiqadi. Muattar xushbo'y hidni muattar bo'lgan insonlar hidlaydi. Hamma ham hidolmaydi. Qalbi, fikri toza bo'lgan insonlarga o'sha joyda payg'ambar alayhisolamning muborak qabrlaridan chiqayotgan muattar xushbo'y hidni hidlash nasib qiladi. U hammaga nasib qilmaydi.